来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的内容呢是语音的第3部分。Bugün bizim öğrenmekçi bo'lgan mazmunimiz pinyinningki, ya'ni bo'g'imlarningki 3-chi qismi. Unda bo'lsa darsga kirdik. Avval o'rganadiganimiz yummu. 3-chi bölümdeki yummu. 好，那么同学们跟老师一起来看一下。哇哇窝窝弯弯歪歪汪汪冤冤。接下来呢是拼合，不乌不不波耶别别坡乌扑扑坡耶撇撇摸乌木木摸耶咩咩佛乌夫夫的乌都都的我多多的乌安端端的温吨吨的耶爹爹特乌突突特窝托托特乌安团团特温吞吞特耶贴贴呢乌努努呢窝挪挪呢乌安暖暖呢耶捏捏了乌噜噜了窝落落了乌安乱乱了温论论了耶咧咧个乌咕咕个乌啊呱呱个乌窝锅锅个乌哀乖乖个乌安关关个温滚滚个乌昂光光可乌哭哭可乌啊夸夸可乌窝阔阔可乌哀快快可乌安宽宽可温坤坤可乌昂框框和乌呼
呼，和乌啊花，花，和乌我火，火，和乌爱坏，坏，和乌安欢，欢，和温昏，昏，和乌昂慌，慌，子无足，足，子无我作，作，子无安钻，钻，子温尊，尊，此无粗，粗，此我错，错，此无安窜，窜，此温村，村，思无苏，苏，思我缩，缩，思无安酸，酸，思温孙，孙，知无猪，猪，知无啊抓，抓，知无我捉，捉，知无爱拽，拽，知无安专，专，知温准，准，知无昂装，装，吃无出，出，吃我戳，戳，吃无爱揣，揣，吃无安穿，穿，吃温春，春，吃无昂窗，窗，食无书，书，食无啊刷，刷，食无我说，说，食无爱衰，衰，食无安栓，栓，食温顺，顺，食汪双，双，日无如，如，日无我若，若，日无安软，软，日温润，润，呢与女，女，呢约虐，虐，了与驴，驴，了约略，略，鸡与居，居，鸡曰绝，绝，鸡渊捐，捐，鸡云君，君，其与屈，屈，其曰缺，缺，其渊圈，圈，其云群，群，
熏，西吁虚，虚，西约薛，薛，西渊轩，轩，西晕熏，熏。好，第三，我们要做的是声调的发音练习。Әмді біздіңкі үгінідігініміз тон бәлгісініңкі тәләппұз қылыш мәшқи. 见面，见面，结束，结束，启动，启动，软件，软件，注册，注册，电脑，电脑，阻止，阻止，泉水，泉水，教授，教授，手机，手机，标准，标准，研究，研究，奉献，奉献，眼镜，眼镜，火车，火车，同事，同事，学生，学生，旅游，旅游，毕业，毕业，请客，请客，分享，分享，美丽，美丽，面粉，面粉，冰糖，冰糖，休息，休息，阳光，阳光，设计，设计，逃避，逃避，公斤，公斤，快乐，快乐，祖国，祖国，禁止，禁止。好，那么我们的拼音就算是学完了。Biz pinginni o'rganib bo'ldik. Endi men sizlarga bir necha diqqat qiladigan nuqtalarni so'zlab o'tay. 接下来老师给你们说几个要注意的地方。Mushu oldida biz o'rgangan vaqtimizda ko'rdik, ba'zan xatlarga kelgan chaqda, yana ba'zan xatlar qandaq yenikdum bo'lib o'qiladi. 好，接下来呢，老师有几点需要说明一下。Endi men bir necha nuqtani tushuntirib o'tay. 第一个呢是轻声， birincisi yenikdum。汉语里有的字读轻声，轻声短而轻，没有声调标志，跟在一声、二声、四声后面要略低，跟在三声后面要略高。Hanzu tilida bir qism xatlar yenikdum bo'lib o'qiladi. Yenikdumni o'qigan vaqtimizda qisqa ham yenik bo'lish kerak. Yenikdumninki ton belgisi bo'lmaydi. Yenikdum birinchi, ikkinchi, to'rtinchi tonninki keyniga kelgan vaqtida ohangi sal tuvan chiqadi. Uchinchi tonning keyniga kelgan vaqtida ohangi sal yuqori chiqadi. Masalan, mama,
mama. Manın kendiki mama degenimiz naiti yenik çıkıdı va mama. Andın dela. Dela. Nimen. Nimen. Üçüncü tondan kendiki kelgen vaqtida ahang sal yuqori chiqadi dedik. Andın baba. Baba. Qanda yana bir deb o'taylik. Birinci, ikkinchi, to'rtinchi tondan keyingi kelgan vaqtida ahangi tuvanroq chiqadi. Uchinchi tondan keyingi kelgan vaqtida ahangi yuqoriroq chiqadi. Bu yenik ton. Endi ikkinchi bo'lib so'zlaydiganimiz pendiyo, ya'ni ton belgisininki o'zgarishi. Birinchisi sanshingda pendiyo, uchinchi tonningki o'zgarishi. Buningda 2, 3 ton bir yerga kelgan vaqtida oldidagi 3 tonni 2 ton qilib o'qiymiz. 两个三声在一起的时候呢，前面的三声要读2声啊，前面的三声要读2声。好， مثلا 你好，你好。Ni degan bu so'zningki asli ton belgisi 3 ton bo'lib ni bo'ladi. Hao deganimiz bu ye shi san sheng bu 3 ton, hao 3 ton chiqadi. Lekin qo'shib o'qigan vaqtimizda ni hao, ya'ni ni hao bo'lib chiqadi. Ondan ikkinchi bo'lib o'rganganimiz bu bilan yi deganninki o'zgarishi. Ya'ni bu degan so'z bilan yi degan so'zningki ton belgisining o'zgarishi. Avval bu degan so'zningki ton belgisining o'zgarishiga qarab o'taylik. Bu 在第4声字前或者由第4声变来的轻声字前读不2声啊bu degan bu so'zningki asli ton belgisi 4 ton. Lekin 4 tonliq xatningki oldiga kelganda yoki bo'lmasa 4 tondan o'zgarib kelgan yenik tonli xatningki oldiga kelgan bo'lsa, 2 ton qilib, ya'ni bu qilib o'qiymiz. Masalan, bu算, bu算, bu是, bu是. Agarda bu degan bu so'z birinchi, ikkinchi, uchinchi tonningki oldiga kelsa, yana o'xshash bu bo'lib o'qilaveradi. Bu 这个字呢，在第1声、第2声、第3声字前面的时候呢，还是读它自己本身的音4声不。مثلا， 不听，不听，不回，不回，不想，不想。好，那么下面呢，我们来看一下一的变调。Endi i degan bu so'zningki ton belgisining o'zgarishiga qarab baqsak, i degan bu so'zningki asli ton belgisi birinchi ton. I deb o'qilamiz. Odatda sonni o'qigan vaqtimizda, ya'ni mushu birinchi ton bo'lgan vaqtini ishlatamiz. Agarda keynidagi so'zlar birinchi ton, ikkinchi ton yoki uchinchi ton bo'lib qolsa, yini to'rtinchi ton qilib yi deb o'qiymiz. 下面呢，我们来看一下yi的变调。Endi biz yi degan bu so'zningki ton belgisining o'zgarishiga qarab baqaylik. yi 它本身的读音呢是一声。yi degan bu so'zningki aslidagi o'qilishi yi, ya'ni birinchi ton bo'ladi. Odatda sonlarning ichida o'qigan vaqtimizda yi qilib birinchi ton holatini ishlatamiz. 那么它在第4声字或者是由第4声字变来的轻声音节前，我们要读2声yi。yi degan bu so'zni 4-ton va yoki
4-cü tondan özgürüp kelgen yenik tonluq sözninki aldığı qoyğan vaqtimizda 2-ci ton qilib yi qilib o'qiymiz. Masalan,一岁 一岁 一个 一个。好，那么一放在第一、第二、第三声字前面的时候，我们要读4声i。i degan bu so'zni 1-ci ton, 2-ci ton, 3-cü tonning oldiga qo'ygan vaqtimizda 4-cü ton i qilib o'qiymiz. Masalan, 一间 一间 一群 一群 一首 一首。好，那么这个呢是我们的变调。那接下来我们要说明的是儿化。Endi bizningki so'zlamoqchi bo'lgan mazmunimiz儿化。儿常常跟其他韵母结合在一起，使该韵母成为儿化音节。儿化韵母的写法是在元韵母之后写一个儿，例如玩儿、玩儿、花儿、花儿。Yani so'zniki keyniga儿deb qo'shgan vaqtimizda aslidagi pingyingningki ang keyniga r degan bu harfni qo'shib qo'ysak bo'ladi. O'qigan vaqtimizda bayan misolga olganga o'xshash var, xor deb o'qiymiz. Buni biz one r yoki bo'lmasa xua r qilib aytmaymiz. Var, xor qo'shib o'qiymiz. 第4个要说明的是 ü 韵母 ü. Endi bizningki so'zlamoqchi bo'lgan mazmunimiz so'ziq tovush ü. Bayan biz mushu o'rgangan vaqtimizda masalan chu, chu, ya'ni shu, juen, chuen, shuen deb ko'rgan vaqtimizda qanday bo'ldi? Chichining keynidagi bu yuning ustidagi ikki chekitininki yo'qolib ketganligini ko'rdik. Bu nima ish? 那就是说 yu degan bu harf ji, chi, shi ni ko'rgan vaqtida ustidagi ikki chekitini ilib etamiz. yu 韵母 yu 在见到 ji, chi,西的时候呢，上面的2个点要省略，要省略。好，esimizda qoldimi? Qanda yu, ya'ni ustida ikki tal chekiti bor. Yu degan bu harf chi, chi, si mushu uchiga yo'liqqan vaqtida ustidagi ikki chekitini ilib etadi. Andin yu degan bu harf ta 自成音节 o'zi yolg'iz kelgandimi bir harf bo'lmaydi, ya'ni bir bo'g'im bo'la oladi. Lekin o'zini bevosita yozib qo'ysak bo'lmaydi. Buning oldiga cho'qim cho'ng yozilgan yini qo'shib qo'yishimiz kerak. Masalan, yu, hanyu, hanyu. Mushu hanyudagi yuga qarsak ustidagi o'xshash ikki chekiti qandaq ilib etilgani. Yu o'zi yolg'iz kelgan vaqtida oldiga qaysi mushu cho'ng yozilgan yeni akilimiz hamda ikki chekitini ilib etamiz. Ha, yana maslanga yuanzi. Yuanzi. Ha, nima? Ha, maslan 举行 举行 举行degan bu harfga qarsak ustidagi ma chu chining keyindagi yuning ustidagi ikki chekiti yo'q. Andin 学生 学生 学生deganimiz o'quvchi degan gap. Buningki ustidagi ikki chekiti ilib etilgan. Ha, 记住了吗同学们? Endi 5-chi so'zlamoqchi bo'lgan nuqtamiz 隔音符号。
那接下来我们要讲的第5个要说明的内容呢，是隔音符号。那么什么是隔音符号呢？隔音符号它的写法像一个逗号。隔音符号ning yazilishi u bir pesh belgisi o'xshaydi. Lekin bu pesh belgisi nereden chiqadi desak, pinyin orasida bo'ladi. Ya'ni a, wo,开头的音节要用隔音符号与之前的音节隔开。Bu deganimiz a, wo, mushu 3 harf bilan boshlangan bo'g'imlarni oldidagi bo'g'imlar bilan qo'shilishib ketmaslik uchun, aniq farqlantirish uchun o'ttirisiga mushu peshbalgidan birini qo'yib, buni ya'ni go'yin fuho deymiz. Mushundan birini qo'yib, oldidagi so'zlar bilan farq qilamiz, ayirib turamiz. Agarda unda qilmasak, bu so'z qo'shilibla bir so'z bo'lib ketishi mumkin. Masalan, Xi'an qarab turibdik. Bu Xi'anningki o'ttirdi bir tal go'yin fuho bor. Agarda bu go'yin fuhoni ilvatsak, bu bir tal bo'g'im bo'lib, ya'ni Xian deb o'zgarib qoladi. Shuning uchun go'yin fuhoni unutib qolsak bo'lmaydi. Yana maslanga Zhang'ai. Agarda buningdagi mushu go'yin fuhoni ilvatsak, u vaqtida bu so'zni biz Zhang'ai deb o'qisaqmi bo'ladi. Lekin amaliyotda bunday so'z yo'q. Shuning uchun go'yin fuhoni yozishni unutib qolmang. Unda bo'lsa saboqdoshlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'ldi. 好，亲爱的同学们，那今天我们的课呢，就先上到这里。还是一样，老师希望你们下去以后能够多读、多听、多练。O'xshash darsdan tushgandan keyin saboqdoshlarningki yanala ko'proq o'qib, ko'proq anglab, ko'proq mashq qilishini umid qilaman. 那我们下一期再见。Unda bo'lsa kelar sonda ko'rishaylik. Xayr